qilmaysan, lekin qilmaganing yaxshi. Oxirgisi harom bo'lgan amallar bor. Endi bunda hech qanaqa kelishadigan joyi yo'q. Alloh taolo sizlardagi bir narsani buyursa degan, toqatinglar yetguncha qilinglar degan. Alloh taolo sizlarni bir ishdan qaytarsa, unga umuman yaqinlashmanglar degan. Ya'ni harom amalga umuman yaqinlashmaydi, hatto qilish u yoqda tursin, yaqinlashmaydi. Haromdan o'zini uzoq tutadi. Musulmonlarda amallar shunaqa malakalanadi. U dunyoviy amal, diniy amal degan lug'atlar bilan malakalanmaydi. Juma qanaqasi diniy amal demaydi. Juma qanaqa desa, mo'min odamga farz. Agar u erkak kishi bo'lsa, o'sha yerda muqim bo'lsa, balog'at yoshiga yetgan bo'lsa, jinni bo'lmasa, ya'ni mana u uzr beradigan narsalar mana shu narsalar. Shu ishlar bo'lmasa, demak bu odam juma o'qishlik kerak. Uni ishi bo'lsa juma o'qimasin degan emas. Qaytanga aynan ishi bo'lsa, ishini tashab deyapti. Fas'au ila zikrillah va sarul bay. Shoshgin deyapti Allohning jumasiga. Hali ishingni tashagin, tijoratingni tashagin deyapti. Ya'ni buni yechib bergan, Alloh taoloning o'zi yechib bergan uni. Nima qiladi desa, jumaga chaqirilganda hamma ishini yig'ishtiradi. Mumkin emas. Bo'ldi, juma o'qiydi. Juma farz. Endi bu nima deyapti? Endi diniy amalni qilish uchun jumaga ketaman desa, hamma deyapti. Nima bo'ladi deyapti? Ya'ni buni nazdida katastrofa bo'ladi. Dunyo ostin-ustun bo'ladi. Hamma och qoladi. Hamma ishlar bitmay qoladi. Qiziq yeri shabatda damallayapsan, mana yahudiyni shabatida ertadan kechga damalayapsan. Hristiyanni voskreseniyasida ertadan kechga damalayapsan. Dunyo ag'dar to'ntar bo'lib ketmadi-yu, odamlar och qolmadi-yu, ishlar bitmay qolmadi-yu, hamma xonavayron bo'lib ketib, iqtisodiy krizis boshlanib ketmadi-yu. To'g'rimi? Rost mana endi agar bunga qayg'urib qolgan bo'lsang, o'sha shabat kunini ish kuni qilib qo'y. Musulmonlar yashaydi deysan, musulmonlar yashayotgan yerda juma kuni dam olish qilib qo'y. Yo o'sha voskreseniyani ish kuni qilib qo'y. Ishlatsin. Juma kuni dam olsin. Endi qolganini eshitsanglar buni dalillarini. Muammo bo'ladi bizda. Muammo bo'lar ekan, xullas hamma o'sha kuni ishlasa, muammo bo'lar ekan, ibodatini qilib Allohning farzlarini ado qilsa. Biz jumaga qarshi emasmiz akajolar. Iltimos qilamiz. Jumaga qarshi emas ekan, hali qiziq joy vali. Juda ham bir ajoyib narsalar bor-da. Biz jumaga qarshi emasmiz, lekin uni sizlarga o'qitmaymiz.